Kofirun surasi Makka da nozil qilingan 6 oyatdan iborat. Kofirun kofirlar demakdir. Makka mushriklari Allohga ibodat qilishga bir shart bilan rozilik bildirdilar. U ham bo'lsa, bir yil Muhammad alayhisalom ularning butlariga sig'inar emishlar. So'ngra bir yil ular Muhammad alayhisalomning Rabbiga sig'inar emishlar. Bu taklifni qabul qilmasliklarini ta'kidlab, Alloh taolo o'z payg'ambariga buyurib, ularga bu kabi shirk aralashgan ibodatdan ko'ra hozircha har ikki taraf o'z dinida qolib, o'z dinida bo'lishining afzalligi haqida xabar bergan. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Ey Muhammad, ayting, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsaga, but va sanamlarga ibodat qilmasman. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qiluvchi emassiz. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qiluvchi emasman. Sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qiluvchi emassiz. Lakum dinukum waliy din. Sizga o'zingizning diningiz, menga o'zimning dinim.